Assalomu alaykum barchaga va nihoyat amaliy matematika 4-5 sinflar uchun kitobini video yechimlarini boshladik. Xo'p, birinchi mavzu, ya'ni birinchi dars ko'p xonali sonlarni qo'shish va ayirish mavzusidan boshlaymiz. Demak, bir chekkadan boshladik. Birinchi hisoblang. Oddiy stolbik, ya'ni qo'shish, ya'ni ustun shaklda qo'shishdan boshlaymiz. Demak, 4569 ni 3261 ga qo'shib olamiz. Demak, 3261. Mana e'tibor berib turasizlar, qo'shishda mana quyidagicha qo'shamiz. 1 ga 9 ni qo'shsam 10, 0 ni yozaman bir dilda. 6 ga 6 ni qo'shsam 12, dildagi bilan 13 bo'ladi. Yana biri dilda 7, dildagi bilan 8, bu yog'i 7, 7830. Endi mana bu ayirmani bajarib olaman. 4578 ni bundan ayirib yuboraman. 4578. Ayirib yuborsam 2, ya'ni 0 dan 8 ayrilayotganda buni 10 deb tasavvur qilib turamiz. Bundan bir xona olgan bo'lamiz chunki. Demak, endi 2 dan, ya'ni 12 dan bundan bir xona qarz olamiz. Bitta oldindan qarz olib ketaveramiz. 12 dan 7 ni ayirsak 5, 7 qoldi. 7 dan 5 ni ayirsak 2, 6 qoldi. 6 emas, 7 ni o'zi ekan 3. 3252. Javobimiz 3252 bo'lar ekan. Ikkinchi misolga o'tamiz. Demak, ikkinchi misolimiz quyidagicha. 5649 ni 3000 ga, keyin 4569 ga qo'shishimiz kerak. Qo'shib olamiz. 3000 ga qo'shamiz. Qo'shganimizda 9 ga 0, 9, 4 ga 0, 4, 6 ga 0, 6, 5 ga 3, 8 bo'ladi. Endi yana 4569 ni qo'shib olaman. Qo'shsam 9 ga 9, 8, 18, bir dilda 10, 11, yana bir dilda 11, 12, yana bir dilda 12, 13. Javobimiz 13218 ekan. Uchinchi misol. Uchinchi misolimizda 5644 ni 4512 ga qo'shib, keyin 3654 ni ayirib olishimiz kerak ekan. Demak, 4512 ni qo'shaman. Qo'shib oladigan bo'lsam 6, 5, 11, bir dilda 9, 10 bo'ladi. Endi bundan 3654 ni ayirib yuboraman. Xo'p, 6 dan 4 ketsa 2, 5 dan 5 ketsa 0, 11 dan 6 ketsa 5, xo'p 10 dan 3 ketsa 9 dan deganimiz 9 dan 6 qoladi. Demak, 6502 degan javob chiqar ekan. Xo'p, uchinchi misol ikkita bo'lib qolibdi mana shu joyda. To'g'rilab qo'yish kerak. Xo'p, demak 7265 dan 4561 ni ayirib yuboramiz. 4561 ni ayirib olamiz. 5 dan 1 ketsa 4, 6 dan 6 ketsa 0, 12 dan 5 ketsa 7, hop 6 dan 4 ketsa 2, 2704 bo'lar ekan. Endi bunga 3655 ni qo'shib olaman. Qo'shsam 9, qo'shsam 5, qo'shsam 13, bir dilda 5, 6, 6359. Javobimiz 6359 bo'lar ekan. Keyingisi, xo'p, 369789 ga qo'shib olamiz 4586. Yozilish tartibi quyidagicha bo'ladi. E'tibor berib olasizlar. Xo'p, 9 ga 6 ni qo'shadigan bo'lsak 5, 15, bir dilda 16, 17, bir dilda 12, 13, bir dilda 13, 14, hop 6 ga 7, ya'ni chunki bir dilda edi 3, 37, ya'ni 374375 degan javob chiqyapti. Endi bundan 12541 ni ayirib yuboramiz. 5 dan 1 ketsa 4, 7 dan 4 ketsa 3, 13 dan 5 ketsa 8, hop 3 dan 2 ketsa 1, hop 7 dan 1 ketsa 6, 3 ni o'zi 361834, ya'ni 361834 degan javob chiqyapti. Va oxirgi misolimiz 6658 plus 3215. Demak,
3215 ni qo'shamiz. Qo'shganimda 13, 1 6, 7, hop 8, bu yog'i 9. Endi 6542 ni ayirib olishim kerak. 3 dan 2 ketsa 1, 7 dan 4 ketsa 3, 8 dan 5 ketsa 3, 9 dan 6 ketsa 3. Demak, 33 31, ya'ni 3331 degan javob chiqar. Endi quyidagicha misolimiz, birinchi misolimiz quyidagicha ishlanar ekan. Ikkinchi misol. Ikkinchi misolda quyidagicha xo'p o'yin ma'nosida, ya'ni o'yin shaklidagi misol kelyapti. Ya'ni qanday bo'ladi? Bunda aytilyapti. Hisoblang deyapti. Javoblarni ortib borish tartibida qo'yib chiqing va viloyatlardan birini nomini bilib oling deyapti. Demak, biz bularni qo'shib, javoblarini ortib borish tartibida degani kattasi, kichigidan kattasiga qarab qo'yib ketsak, viloyat nomi kelib chiqar ekan. Demak, qo'yib chiqamiz. Avval birinchi hisob-kitob qilamiz. 30, mana bu 256796 ga 36541 ni qo'shamiz. Demak, 36541 ni qo'shib olamiz. Qo'shib olsak, V harfi nimaga tengligi kelib chiqadi? 7, 13, 1 12, 13, 1 12, 13, 1 8, 9, bu yog'i 2. 293337 qiymat kelib chiqyapti. Ikkinchi misolimizda 456697 ga 23154 ni qo'shib olamiz. 23154 qo'shamiz. Xo'p, qo'shib olganimizda 11, 14, 15, 6, 7 bo'lar ekan, 8 dildagi bilan, bu yog'i 9, bu yog'i 7, bu yog'i 4. Xo'p, 479851. Endi mana buni qo'shib olamiz. Demak, 23564 qo'shamiz. Qo'shganimizda 12, 15, 16 bo'ladi ekan. Xo'p, bu 10, 11 bo'ladi ekan bir dildagi bilan. Mana bu 9, 10 bo'lar ekan yana bir dilda. Bu yog'i 8, 9, 3. 390.162. Endi mana bunisini xo'p, 23, 1, 5, 4 qo'shib olamiz. 9, 9, 8, 11, 11, 12. 121.899. Endi bunisi ayirish 4, 3, 2, 1, 5, 4 ayirib olamiz. Demak, 4 dan 4 ketsa 0, 4 dan 5 ketsa 9, bu yerda 4 qoldi, 4 dan 1 ketsa 3, xo'p, 6 dan 2 ketsa 4, 5 dan 3 ketsa 2, 6 dan 4 ketsa 2, 234.390. Endi mana bunisi 365.421 ni ayirib olamiz. Xo'p, 6 dan 1 ketsa 5, 6 dan 2 ketsa 4, 4 dan 4 ketsa 0, 5 dan 5 ketsa 0, 9 dan 6 ketsa 3, 8 dan 3 ketsa 5. 530.045. Endi bulardan eng kichigi mana bu S, ya'ni birinchi o'rinda turadi. O'rnini almashtirib chiqamiz, ya'ni o'rnini aniqlab chiqamiz. Birinchi o'rin endi mana 224.390 dan keyin turadigani yo'q, aslida mana bu birinchi emas ekan. Bu ikkinchi o'rinda turadigan ekan. Sababi mana bu yerda 121.899 bor ekan. Ya'ni plus birinchi o'rinda turadi. Uchinchi o'rinda 293.337 turadi ekan. Xo'p, bu uchinchi o'rinda turadi. Endi bundan keyin, ya'ni 300 ga bog'liqlari mana bu xo'p plus 4-chi o'rinda turadi. Xo'p, undan keyin mana bu 479.000 plus 5-chi o'rinda turadi va 6-chi o'rinda mana bunisi turadi. Demak, birinchi o'rindagisini yozib olamiz. Birinchi o'rinda nima? Birinchi o'rinda N harfi, ikkinchi o'rinda qaysi? A harfi, uchinchi o'rinda V harfi, to'rtinchi o'rinda
4-chi o'rinda O harfi, 5-chi o'rinda I harfi, ya'ni I harfi, 6-chi o'rinda Y harfi. Navoiy. Navoiy degan O'zbekistonning viloyatlaridan biri hisoblanadi. Demak, ikkinchi misolimiz quyidagicha ishlanar ekan. Uchinchi misol. Xo'p, aytyapti, ya'ni hisoblang va natijaning raqamlar yig'indisini toping. Endi bu quyidagicha oddiy hisob-kitob qilib qo'yishimiz yetarli bo'lmaydi. Bu yerda qo'shib, ayirib, hisob-kitob qilib, raqamlar yig'indisini, ya'ni raqamlar 0 dan 9 gacha biz buni bilamiz. Demak, shuni topib chiqishimiz kerak ekan. Xo'p, davom etamiz. Davom etsak. Xo'sh, 45984 ga 45984 ga xo'p 3264 ni qo'shib olaman. Qo'shsam 8, qo'shsam xo'p 14, biri dilda 11, 12, biri dilda 8, 9, bu yog'i 4. Endi ayirib olishim kerak 35655 ni ayirib olaman. Xo'p, ayirsam 3, ayirib olsam 9, ayirib olsam 5, ayirib olsam 3, ayirib olsam 1. 13593. Mana shuni raqamlar yig'indisini topish uchun 1, 3, 5, 9, 3 raqamlarini qo'shib chiqishim kerak. 4 bo'ladi, 9 bilan 18, 21. Demak, javobimiz 21 ekan buniki. Javob 21. Keyingisi. Xo'p, ayirib olaman ekan. Mana bu joydan boshlasam 6, 9, 8, 5, 2. Ayirib olaman. 5, 2, 0, 0, 15 dan 9, bu yog'i 5, 3. 3.590.025 qo'shib olishim kerak. Mana bu joydan ajratib turaman. Xo'p, 3.590.025 shunga 65.412 ni qo'shib olishim kerak ekan. Qo'shamiz. 7, 3, 4, 5, 15, 6, 3. 3.655.437. Demak, endi buni raqamlar yig'indisini topib chiqamiz. 3, 6, 5, 5, 4, 3, 7. Qayla, mana bu 10. Mana 4 bilan bu 10. Mana bu ikkovi 10. 30 bo'lyapti. 33 bo'lyapti. Demak, yig'indi 33. Javobimiz 33. Javob mana bunaqa yozib qo'ysak 33 ekan. Endi keyingisi 3-misolimiz 65.487 ga 36.454 ni qo'shamiz. 36.454 qo'shiladi. Qo'shsak 11, 13, 14, bu yog'i 8, 9, bu yog'i 11, bu yog'i 9, 10 bo'lyapti. Endi shundan 14.578 ni ayirib yuborishim kerak. Ayiraman, 11 dan 3 qoladi. Xo'p, 13 dan 6 qoladi. 8 dan 3 qoladi. Xo'p, 11 dan 7 qoladi. Bu yerda 9, 9 dan 8 qoladi. Endi raqamlar yig'indisi 8, 7, 3, 6, 3. Mana bu 10 bo'ladi, mana bu 9, 19, 8 ni qo'shsak 27. Demak, javob 27 ekan. Va oxirgisi. Xo'p, 45.879 ga 62.541 ni qo'shamiz. Qo'shsak 0, 11 bo'ladi, 12, 13, xo'p 14 bo'ladi. Mana shu yerda adashdik. Xo'p, 14, biri dilda 7, 8, bu yog'i 10. Demak, 108.420 dan ayirib olishimiz kerak 65.487 ni. Ayirib olamiz. Xo'p, bu yog'idan mana bu joyga yozib ketaman. 3 ayirib olganim. Xo'p, 11 dan 3, bu yerda 3 dan 9, bu yerda 7 dan 2, bu yerda 10 dan 4.
Demak, endi mana shuni raqamlar yig'indisini hisoblashimiz kerak. Xo'p, birinchi o'rinda 4 yozamiz ekan. 4, 2, 9, 3, 3. Hop, 6, 10, mana 11, 21. Javobimiz 21. Xo'p, adashgan bo'lsa kommentariyada javoblarni yozib ketasizlar. Xo'sh, keyingisi 4-chi. Qoldirib ketilgan sonlarning yig'indisini toping deyapti. Demak, qoldirib ketilgan sonlar yig'indisini topishimiz kerak bo'lar ekan. Qaranglar. Xo'p, 456 3, 2, 1 deyapti. Bu yerda 331, 300. Demak, mana 456 turibdi. Bu yerda 341 bo'lishi kerak. Tushirib qoldirilgan son 340 emas, 351 bo'lishi kerak. 600 mana shu joyda ozgina adashilgan. Yerda 3 tushib qolgan, ya'ni 361 bo'ladi shunda. Mana bu joyda ham 3 tushib qolgan. Mana bu joyda ham 3 tushib qolgan bo'lsa, demak misolda ozgina xato ketib qolgan ekan. 456 71 bo'ladigan bo'lsa 381 391 mana. Nimaga? Sababi 10 ga oshib ketyapti. O'rtada mana shunaqa holat bo'lishi kerak. Demak, bizda tushirib qoldirilgan sonlar 341, 351, 381, 391. Ushbu hammasini qo'shib qo'yamiz. Qo'shsak 4 ta 1 4, 4 9 17 26. 6sini yozamiz. Ikkisi dilda. Mana bu. Hop, 12 14 dildagi bilan. Demak, 1464 ushbu misolning javobi, ya'ni yig'indisini topdik. Va 5-savol. Ketma-ket kelgan 3 ta toq sonlar yig'indisi 5319 ga teng bo'lsa, ular ichida eng kattasini toping deyapti. Demak, bu yerda toq sonlar degani uchun biz ularni bir-biridan qanchaga farq qilishini bilishimiz kerak. Misol uchun 3 toq son, keyingi toq sonimiz 5 ketma-ket kelgan degani uchun. Bular bir-biridan 2 ga farq qiladi. 7 va 9 ketma-ket kelgan toq sonlar, bular ham bir-biridan 2 ga farq qiladi. Demak, biz tushunishimiz bo'yicha toq sonlar bir-biridan 2 ga farq qilar ekan. Demak, men birinchi sonni A deb belgilasam, ikkinchi son A plus 2 bo'ladi. Uchinchi son A plus 4 bo'ladi. Ya'ni 3 ta son bor. Mana shularni barchasi A plus 2, A plus 4. Endi bularning yig'indisi deyapti. Ya'ni A plus 2, A plus 4, 5319 ga teng bo'lyapti. A'dan sanab chiqamiz. 1, 2, 3 ta bor. Ya'ni 3A deb olsak bo'ladi. 2 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 6, shu 5319 ga teng. Ana endi 3 ta A tenglama ishlab qo'yamiz. Teng bo'ladi 5319 dan 6 ni ayirib yuborsak 13 ga teng bo'ladi. 5313 ga teng bo'ladi. Endi 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, xo'p, 51 ni ichida, ya'ni 5 ta ichida bitta bor, bu yog'i 23, 23 ichida 7 ta bor. Hop, 21, 7, bu yog'i 1. 1771 bu A ning qiymati, ya'ni birinchi toq sonning qiymati. Mana bu A ning qiymati. 1771 toq son. Ikkinchisi esa 1773 bo'lgan. Chunki bunga 2 ni qo'shsak yetarli. Uchinchisi esa 1775 bo'lgan. Mana barcha toq sonlarni topdik. Shular ichida eng kattasini toping degan uchun 1775 bo'ladi eng kattasi. Keyingisi 6. Eng katta 6 xonali son 9 9 9 9 9 9 va eng kichik 5 xonali son 1 0 0 0 0. Yig'indisini hisoblang deyapti. Ya'ni 10.000 eng kichik 5 xonali son, 999.999 bu eng katta 6 xonali son. Qo'shib qo'yamiz. 9 9 9 9
0, bu yog'i 10. Xo'p, demak bu 1,09,999 yig'inda kelib chiqar ekan. Keyingisi 800 dan kichik 3 xonali natural sonning raqamlar yig'indisi eng ko'pi bilan nechiga teng bo'lishi mumkin deyapti. Qaranglar. Xo'p, 3 xonali son tuzishimiz kerak va u nima bo'lishi kerak? 800 dan kichik bo'lishi kerak albatta. 800 dan kichik bo'lish. Demak, birinchi xona albatta 7 bo'ladi. Va menga eng ko'p bo'lishi kerak degani uchun 9 dan foydalanaman, boshqa yo'q. Demak, raqamlar yig'indisi 9 bo'lyapti. Bu yoq plus 7 9 18 ga 25. Raqamlar yig'indisi bundan oshiq bo'la olmaydi. Agar mana shu savolda raqamlari turlicha deganda mana buni iloji yo'q 8 qilgan bo'lar edik. Lekin bu yerda raqamlar turlicha demayapti va eng ko'p bo'lsin deyapti. Shuning uchun biz 9lardan foydalandik. Nimaga 7 ni o'rniga 9 qo'ymadik desa 800 dan katta bo'lib ketib qoladi. Va keyingi savolimiz 8-savolga kelibmiz. Demak, 8-savol. Xo'p, 11 ga qarali barcha 2 xonali sonlar yig'indisini toping deyapti. Demak, quyidagicha osonroq usuldan foydalanamiz. 11, 22, 33 va hokazo 99 gachasi 2 xonali sonlar hisoblanadi. Demak, bu yerda nechta son borligi aniq 9 ta son bor. Demak, biz boshiga oxiriga sonni qo'shib 2 ga bo'lib 9 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, oson hisob-kitob kerak bo'ladi. Ya'ni oson hisob-kitob qilsak bo'ladi. Demak, 11 ga 99 ni qo'shadigan bo'lsak, 110 2 ga bo'lib yuborib 9 ga ko'paytiramiz. 555 ni 9 ga ko'paytirsak bo'ldi. Demak, 55 ni 9 ga ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, 495. Demak, yig'inda 495. Endi bitta tushuncha berib ketay bu yerda. Xo'p, 11 ga karrali barcha 2 xonali son degani uchun karrali so'zi o'zi nima degani? Karrali degani birorta misol uchun 2 bo'lsa, bu oshayotganda misol uchun 2 kara 1. Bu karralis. Yoki 2 kara 2. Bu ham karralis. Yoki 3 kara 3. Bu ham karralis. 2 kara 4. Bu ham karralis. Demak, mana shu ikki soni qanchadir marta oshishi va uni oshgandan keyin hosil bo'lgan son bu karrali son hisoblanadi. Ya'ni o'sha 11 ga yoki 2 ga karrali son hisoblanadi. Demak, mana shunday tushunsak bo'ladi. Shuning uchun biz 22, 33, 44, 55 va hokazo sonlarni yozib chiqdik. Demak, bu yerda xo'p, nimaga endi 22 desa, chunki 11 ni 2 ga ko'paytirsa 22 hosil bo'ladi. Keyingi 9-misolimiz, ya'ni 9-savolga yetib keldik. 3a plus 4b minus 150 bo'lsa 546 plus 6a plus 8b minus 2c ning qiymatini toping deyapti. Demak, bu qanday qilib qiymatini topamiz desa, 546 turib turadi. Endi qaranglar, e'tibor bersalang, hammasida 2 oshiqcha turibdi. Tepada 2 marta kamroq. Demak, 2 ni qavsdan tashqari chiqaramiz. 3a plus 4b minus c qoladi. Ana endi mana bu qiymatimni o'zi 150 ga teng. Demak, 546 plus 2 kara 150 deyishga haqqim bor. Mana buni qiymati, ya'ni 2 kara 150 300 degani, demak 546 ga 300 qo'ysak 846. Javobimiz 846 chiqar ekan. 10-savol. Xo'sh, 10-savol. Savol: quyida berilgan misollardan nechtasining javobi 70 mingdan ortiq chiqadi deyapti. Demak, mana shularni qo'shib chiqish kerak va 70 mingdan ortiq chiqadiganlarni belgilab qo'ysak bo'ldi. Demak, 12457 ga qo'shamiz. Qo'shganimda 16, 11 bo'ladi 12, bu yoq 8, 9. Zo'r 8 yozib qo'ydik.
9, bu yog'i 2, 4 bo'lyapti. Bu yog'i ham 4. Xo'p, demak 44926. Bu 44000, 70000 dan kamdir. Buni belgilash shart emas. Endi mana bunisi 24, 5, 7, 6 qo'shamiz. Qo'shganim 13, qo'shganim 13, 14, qo'shganim 12, 10, 9, 10, 9, 10, biridilda yana 6, 7, bu yog'i 7. Demak, xo'p, 77000 bo'lyapti. 77043 bo'lyapti. Bu 70000 dan katta, shuning uchun buni belgilab qo'yib ketamiz. Xo'p, 61000 ga 35170 ni qo'shamiz. Qo'shsak 3, 11, 3, 4, bu yog'i 6, bu yog'i 9, 96413 chiqyapti. Demak, bu ham 70000 dan katta. Endi mana bunisi 32, 5, 7, 1. Qo'shamiz. 8, 11, 7, 8, hop, 2, 4. 42818 ekan. Bu ham 70000 dan ortiq emas. Demak, ikkita misolimizda 70000 dan ortiq, ikkita misolimizda 70000 dan kam ekan. 11-savol. 11-savolda rasmda tasvirlangan ma'lumotlarga ko'ra, quyida berilgan raqamlardan tuzish mumkin bo'lgan eng kichik 3 xonali son x, eng katta 4 xonali son y bo'lsa, ularning yig'indisini toping deyapti. Demak, biz quyidagilardan eng kichigi x deb tanlab olamiz ekan va uni x deb belgilab turib, eng kichik 3 xonali son tuzamiz ekan. Eng kichik 3 xonali son tuzish uchun birinchi katakka mana bunaqa katak belgilab oladigan bo'lsak, birinchi katakka eng kichik raqam qo'yishimiz kerak. Bu yerda eng kichik raqam 1. Ya'ni 1 ni o'chiramiz. Undan keyin 2 ni qo'yishimiz kerak, ya'ni undan keyingi kichik. Undan keyin esa keyingi kichik raqam 124. Demak, 124 bu x ga teng va qo'shishimiz kerak eng katta 4 xonali son. Eng katta 4 xonali sonni qanday hosil qilamiz desa, yana 4 ta katak belgilab olamiz. 4 ta katak belgilab va eng katta degani uchun eng katta raqamlardan qo'yishni boshlaymiz. 7, undan keyingisi 6, undan keyingisi 5. Demak, 9765 ni qo'shishim kerak. 4 ga 5 ni qo'shsam 9, hop, 2 ga 6 ni qo'shsam 8, 1 ga 7 ni qo'shsam 8, 9. 9889 degan javob chiqar ekan. Demak, quyidagicha javob. Xo'p, 12-savol. Quyidagicha savol. 12-savolda aytyapti, rasmda berilgan o'quvchilarni qo'lida berilgan sonlarni o'sish tartibida joylashtirib chiqilsa, joylashgan tartib o'quvchilarni nechanchi qavatda yashashini anglatadi. Shunga ko'ra, Umar nechanchi qavatda yashaydi? Demak, ko'rib chiqamiz, qaranglar. 345126, 354216, 346521, 354126. Demak, qaranglar, eng kichigi. Ya'ni bularni aytyapti, bizda o'sish tartibi degani uchun kichigidan kattaga qarab ketishimiz kerak. Mana bunaqa holatda o'sish tartibida ketish kerak. Xo'p, demak 345 eng kichigi, demak bu birinchi qavatda yashaydi. 345 endi 346 undan keyingi kichigi ikkinchi qavatda 354216, 354126. Demak, bu 3-qavat. Va oxirgisi mana 4-qavatda yashaydi. Demak, shunga ko'ra Umar nechanchi qavatda yashaydi deyapti. Umar mana bu 4-qavat. 4-qavat. Quyidagicha yozib qo'ysak bo'ladi. Va 13-si, hozir 2025-yil bo'lsa, onam va dadamning yoshlarini yig'indisini toping deyapti. Men 2019-yilda 12 yosh edim. Onam mendan 23 yosh katta. Demak, 2019-yili 12 yosh bo'lsa, hozir 2025-yil
2025-yil. Xo'p, mana buni ayirib olsak 6 yil chiqadi. 6 yil. Demak, bunga 6 yilni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 18 yoshda. Hozir 18 yoshda. Endi 18 yoshda bo'lsa, onasi undan 23 yosh kattami? Demak, 18 ga qo'shamiz 23 ni. Onasini yoshi kelib chiqadi. Xo'p, 30 41. 41 yoshda. 41 yoshda onasi. Xo'p, onasidan 4 yosh katta dadasi, ya'ni onasidan 4 yosh katta. 41 ga qo'shamiz 4 ni. 45 yosh. 45 yoshda dadasi. Dadasi. Xo'p, endi aytyapti, onam va dadamning yoshlari yig'indisini toping deyapti. 41 ga 45 ni qo'shsak 96 yosh bo'ladi. 96 yosh. Xo'p, 14-savol. Agar kamayuvchan 24 dagi ayriluvchan 36 ga kamaytirilsa, ayirma qanday o'zgaradi? Qayerda? Ayirmaga bitta formula yoza olamiz. A minus B teng S ga. Xo'p, mana bunisi kamayuvchi, mana bunisi ayriluvchi, mana bunisi ayirma. Mana shu ayirma qanday o'zgarishini topishimiz kerak. Xo'p, 24 kamayyapti degani uchun A dan 24 ni ayirib olib qavsab olaman, chunki kamayuvchini o'zi kamayyotgan bo'ladi. Shunda B dan ayirib olaman 36 ni, ya'ni ayriluvchidan ayirib olaman. Endi qanaqadir o'zgaradi. Shunda qavslarni ochib chiqsam 24 minus B plus 36 teng D. Endi qaranglar. Xo'p, A minus B bu bizda ayirma edi, ya'ni S ga teng edi. 36 dan 24 dan ayirib olsam plus 12 chiqadi va D hosil bo'ladi. Qaranglar, o'zi ayirma yana bitta ayirmani hosil qilyapti va u qanaqa qilib hosil qilyapti desa, plus 12 qo'shilyapti. Plus 12 qo'shilyapti degani 12 ga ortadi. Shuni chalg'itib tashlamanglar. Mana bu qavs bo'lishi shart mana bu joyda. Keyingisi 15-si. Malika birinchi oy $15, ikkinchi oy $30, uchinchi oyda $45 va shu tarzda bir necha oy pul yig'di. Oxirgi oyda u $120 umumiy $120 yig'gan. Umumiy hisobda u qancha pul yig'gan deyapti. Demak, e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda qaranglar. Bu hammasi bo'lib $120 yig'magan. U oxirgi oyda $120 yig'gan. Qaranglar, birinchi oy $15, ikkinchi oy $30, uchinchi oy $45. Farq qancha bo'lyapti? Plus 15 ga bo'lyapti farq. Plus 15 ga. Mana bu joyga. Plus 15 ga. Demak, keyingi oy $60 yig'gan va undan keyingi oy $75, undan keyingi oy $90, undan keyingi oy $105 va oxirgi oy $120 pul yig'gan. Qonuniyatga qarab, mana shu qolgan kunlarni topib olishimiz kerak bo'ladi. Endi umumiy holatda qancha pul yig'gan deyapti. Hammasini qo'shib chiqamiz. Qo'shamiz. Qo'shishni oson usuli qanday? Osongina usuli qaranglar. Boshiga oxirini qo'shamiz. 15 ga 120 ni qo'shib 2 ga bo'linsa bo'lamiz yoki bu yerda nechta son bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ga ko'paytiramiz. Mana bu 2 bilan 2 qisqarib ketsa 4 bo'ladi. Bu 135 kara 4. 270, $540 pul yig'gan ekan. Mana. Demak, jami u $540 pul yig'gan ekan. Xo'p, 16-savolga keldik. Noma'lumni toping deyapti. Qaranglar. 2 ga nechini qo'shsak 7 bo'ladi. Albatta 5 ni. Xo'p, 5 ni. 2 ga yana nechini qo'shsak 5 bo'ladi? Albatta 3 ni. 7 ga nechini qo'shsak 9 bo'ladi desa 2 ni. Xo'p, 1 ga nechini qo'shsak 5 bo'ladi. 4 ni. 6 ga nechini qo'shsak 5 bo'ladi desa, ana endi 9 ni qo'shamiz. Chunki 15 bilan bir dildagi bilan 6 bo'lib ketadi. Endi bizga kitob, ya'ni book va mana bu soatni yig'indisini so'rayapti. Albatta buning javobi 7.
17-savol. Xo'p, 2, 3, 6, 5, 4, 7, 9 ushbu berilgan raqamlarni kataklarga shunday joylashtiringki, natijada eng katta ayirma hosil bo'lsin. Eng katta ayirma degani, xo'p, mana bu birinchi son va birinchi son eng katta bo'lishi kerak, ya'ni ma'nosini tushunib olinglar. Xo'p, birinchi son eng katta bo'lishi kerak, ikkinchi son eng kichik bo'lishi kerak. Shunda eng katta ayirma hosil bo'ladi. Ya'ni misol uchun misol keltiraman. Sizlarda 20 ming so'm pul bor deylik, ya'ni u bor pulinglar. Sizlardan qancha, ya'ni qanaqa so'mdagi yoki qancha miqdordagi pul olsa, sizlarda eng ko'p miqdorda qoladi desa, olmagan taqdirda yoki ozroq olgan taqdirda. Shunday ekan, mana bu son eng katta, bu son eng kichik bo'lishi kerak. Demak, bunga eng katta raqamlardan joylashtirib chiqamiz. 9, 7, 6, 5, 4. Bu yog'iga esa 3, 2 emas, 2, 3 joylashtiramiz. Sabab eng kichik son hosil qilishimiz kerakki, bu ikki xonali son. Shunda eng katta ayirma hosil bo'ladi. 4 dan 3 ni ayirib yuborsak 1, 5 dan 2 ni ayirib yuborsak 3. Bu yog'i 9, 7, 6. Ya'ni 97.631. Agarda kimdir yana bundan ham kattaroq ayirmani hosil qila olsa, aloqaga chiqib olsin. Lekin bundan kattasi bo'lmaydi. Xo'sh, keyingi 18. Ushbu doskada yozilgan sonning o'nlar xonasidagi raqamni 100 minglar xonasidagi raqamga qo'shganda natija nima bo'ladi? Mana o'nlar xonasi osongina. O'nlar xonasi bu, endi 100 minglar xonasi qaysi desa, mana bu birlar, bu o'nlar, bu yuzlar, bu minglar, bu 10 minglar, bu 100 minglar, 100 minglar, bu 1 millionlar. 6 ta 0 bo'ladi. 1 millionlar. Endi menga 100 minglar xonasi degani uchun mana bu xona bilan bu xonani yig'indisini topamiz. 1 plus mana shu yerga oq qo'yib olsak yaxshiroq bo'lar ekan. 1 plus 7, javob 8, yig'indi 8 bo'ldi. Bunaqa oson misol bo'lmaydi. Xo'p, 19. Quyida berilgan sonlarni kamayish tartibida joylashtirib chiqilsa, 5-o'rinda qaysi son kelishini toping deyapti. Demak, kamayish tartibi degani eng kattasidan kichigiga qarab ketish degani. Qaranglar, mana bu joyda 52 ming, 52 ming, mana bu joyda 52 ming, qolganlari 51 ming. Demak, eng kattalari mana shu ikkovidan bittasi. 52.671. Bu eng birinchi o'rinda turadigan son. 52.176 ikkinchi o'rinda turadigan son. Endi 51 ming, 51 ming, 51 ming. 51.600 uchinchi, 51.267, 51.276 bu to'rtinchi va bu beshinchi. 5-o'rinda qaysi son kelishini toping dedi. 5-o'rinda 51.267 soni kelar ekan. Xo'p, 20-savol. 125 dan katta nechta 3 xonali son bor? Demak, 125 dan katta degani uchun qaranglar. 999 gacha son bor, mavjud. Endi 125 dan katta degani uchun 126 dan sanab ketaman. Shu 126 ni ayirib yuborsam 999 dan, uzr, gapimga moslab yozib olyapman. Ayirib yuborib, birini qo'shib qo'ysam qoida bo'yicha chiqadi. Demak, 3, bu yog'i 7, bu yog'i 8. Xo'sh, plus 1 ni qo'shamiz. 4, 7, 8. 874 ta 3 xonali son mavjud ekan. O'zi qoida bor. Misol uchun 3 dan 74 gacha nechta natural son bor desa, 74 dan ayiramiz 3 ni, plus 1 ni qo'shamiz. 72 ta natural son bor. 72 ta natural son mavjud. Demak, xuddi shunaqa qoidaga qo'yib ishladik. Xo'p, birinchi mavzuning masala qismi va nihoyat yakuniga yetdi. Sog' bo'lasizlar, salomat.